Mini Nikulesdagi oxirgi onamiz ham uchib qaytdi. Hozir video qilgani ulgurmay qoldim. Video olyapman desam, nimasi bosilmay qolgan ekan. Kechira qolsa ham olib qo'yapman. Bugun rosa bir hafta bo'ldi mashinga. Boshidagilar 5 kunda keldi, urchib. Ko'proq foizi narigi arzordagi Karpat zotli onalar rosa 6 kunda urchib keldi. Sizlarga shu jivoyini videoga ulgurmay qoldim. Ichida o'zi bir piyola asalarisi bor. Shunaqa qilib to'zib turganda urchib kelganini bilib olaverasizlar. Bu ham bir etni o'tib indindan urib qo'yishni boshlasa kerak. Ikromlik onasini qabul qilmagan atvodkalarga qo'yamiz, buni ham ko'rsatamiz.